zaifmi? Yo'q, mana shu orqa tomoni mana shu yerdan og'riydi. Mana shu yerdan og'riydi. O'sha bel girja. Hozir yaxshi, og'riq yo'q. O'tirib turishimga ham yaxshi, ishlab qimlatishimga ham. Men Rahmatov Damir. Belim girjam og'rib, oyoqlarim bilan og'rib beraverdi. Yurishga qiynaldim, turib o'tirishga. Bioflex'da internetda ko'rib, bir oy ichuvdim, bir kamroqdan. Yaxshi fit berdi. Yaxshi, hozir zo'r. Og'riq yo'q. Necha yildan beri og'riydi o'zi oyoqlaringiz, shu bellaringiz? Bir 2 yildan beri og'riydi. Hozir og'riq yo'q. Men buni yukni ham ko'taryapman. Yaxshi yuribman. Yurishga ham qiynalib qolaman, turishimga, o'tirishga qiyin bo'ladi. Hozir yaxshi. Yaxshi. Ta'sirini darrov bildirdi. Shu bir haftaga ham qolmay bildirdi ta'sir. Birdan o'zgarish yaxshi bo'ldi. Bir sira hamma joy bir qo'zg'adi-yu, keyin o'zi bir haftada og'riqlar yo'qoldi-da. Bildirish boshladi. Yaxshi. Yurish qanaqa bo'yab keldingiz? Muammo yo'q, yaxshi.